Diqqat! O'zbekistondagi pensionerlar va nafaqaxo'rlar diqqatiga. Barchangiz tezda ogoh bo'ling. Hozirgina ajoyib xushxabarlar e'lon qilindi. 1-apreldan boshlab pensiyalar, nafaqalar, oyliklar qanchaga oshadi? Bola puli moddiy yordamlar kimlarga beriladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda to'liq javob topasiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishi uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz sizga har doimgidek eng so'nggi yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Like bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling, pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasi bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar berdi. Menga qancha pensiya chiqar ekan yoki bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar. Pensiya yoshiga yetib ko'p yillik mehnat samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshdagi daromad manbai pensiya muhim o'rin tutadi. Shu sababli barcha yoshlik paytidan o'zining kelgusidagi pensiyasi haqida qayg'urishi, bu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishi lozim. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqin qolganida pensiya haqida o'ylashni boshlaydi. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan, yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar ularni qamrab oladi. Pensiya tayinlanganidan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarda nega menga kam pensiya chiqdi? Juda kam pensiya tayinlandi. Meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya chiqish kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi, yuqori miqdorda pensiyaga chiqishi uchun pensiya yoshiga yaqin qolgan fuqarolar, shuningdek yoshlarga quyidagi tavsiyalar berildi. Kimga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiya olish uchun erkaklar 60 yosh, to'liq 25 yil ish staji, ayollar 55 yosh, to'liq 20 yil ish stajiga ega bo'lganda tayinlanadi. Ushbu talab etiladigan nisbatan kamroq, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga ham to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Ish stajiga nimalar kiradi? Pensiya tayinlashda ish stajiga rasmiy ishlab, ish haqqi hisoblangan davri, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'lagan davri ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlab, ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'lagan davri jami 20 yil bo'lganida 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqish imtiyozi mavjud bo'ladi. Bunda yuqoridagi davr uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lgan fuqaroning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarishlash uchun ta'tilda bo'lgan har bir bola uchun 3 yil jami 6 yilgacha davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi. Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya fuqaroning rasmiy ishlagan davri va soliq to'lagan ish haqqi daromadi inobatga olinadi. Ya'ni fuqaro rasmiy ishlab, rasmiy daromad olgan sari yilma-yil pensiyaga huquqi shakllanib boradi. Demak, har bir fuqaro ish faoliyati va daromadini rasmiylashtirish orqali pensiyaga tayyorgarlik ko'rib boradi. Barchamiz pensiya yoshiga yaqinlashib qolamiz va endi pensiya haqida o'ylashni boshlaymiz. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan, yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar bizni qamrab oladi. Ya'ni endi biz pensiyaga qanday chiqish, qayerga murojaat qilish, pensiya qanday hisoblanishi, bunda nimalar hisobga olinishiga qiziqishni boshlaymiz. Pensiya tayinlanganidan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarimizda nega menga kam pensiya chiqdi? Meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi, yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun pensiya yoshiga yaqin qolgan fuqarolarimiz, shuningdek yoshlarimizga quyidagi tavsiyalar beramiz.
Birinchi, mehnat faoliyatingiz rasmiy shaklda ketayotganligiga, ishlayotgan tashkilotingizda sizga ish staji yozib borilayotganligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun o'zingiz mustaqil ravishda my.gov.uz portali orqali tekshirib borishingiz mumkin. Ikkinchi, raqamlashtirish davrida ishlayotganingizni hisobga olib, o'z ish beruvchingizdan ish stajingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishini talab qiling. Uchinchi, tashkilotingiz tomonidan sizga rasmiy shaklda ish haqqi to'lanayotganligiga e'tibor bering. Bunda sizga hisoblangan ish haqqi haqiqatdan qo'lingizga olayotgan ish haqqingiz, ushlab qolinayotgan daromad soliqlari, jamg'arib borayotgan pensiya uchun o'tkazilayotgan mablag'lar va boshqalarni doimiy ravishda tekshirib boring. To'rtinchi, agar siz norasmiy shaklda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tib, pensiya jamg'armasiga belgilangan tartibda ijtimoiy soliq to'lab boring. Bu orqali siz ish stajingizni ko'paytirib borasiz. 5. Pensiya qonunchiligiga oid yangiliklar, ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tanishib boring. Kiritilayotgan o'zgarishlar va qo'shimchalardan xabardor bo'lib boring. 6. Hozirda mehnat faoliyati yuritmayotgan bo'lsangiz, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga mehnat daftarchangizni ma'lumotlarini raqamlashtirishini so'rab murojaat qilishingiz lozim. Bunda raqamlashtirilgan ma'lumotlaringiz my.gov.uz portalida ko'rinishi mumkin. Mehnat faoliyatingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni hozir raqamlashtirib qo'ysangiz, pensiyaga chiqish vaqti kelganida ortiqcha ovora bo'lib yurmaysiz. Yuqoridagi tavsiyalar asosida mehnat faoliyatingizni olib borsangiz, pensiya yoshiga yetganda pensiya ta'minoti kafolatlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlar pensiyaga oid har qanday masala bo'yicha pensiya jamg'armasining 1271 raqami, ya'ni KAL markazi orqali savollaringizga javoblarni olishingiz mumkin. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Bu haqida Zamon.uz xabar berdi. Mazkur hujjatda keltirilishicha, 2026-yilda ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilandi. Ushbu mablag'lar xizmatlar narxining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirib rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra 2026-yilda mamlakatda inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1.69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalarni 1% ga oshirilgan vaqtda esa 832 milliard so'mni tashkil qiladi, deyiladi xabarda.